Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa və Qurultayının mərkəzli rəhbərləri Yangi yıl münasibəti bilan 2023 yılının axırkı ayında Qurultayının hər qaysı əllərdəki vəkilləri bilan ayrım-ayrım halda tor arqılıq söhbət yığını ötküzüb, vəkillərimizə Qurultayının 2023 yıl içində xalqara səhnələrdə və hər qaysı sahələrdə elib barğan fəaliyyətlər haqqında təfsili məlumat beriş bilan birgə, ularning milliy ko'rishimizning taraqqiyot yuzlanishi va qurultayimizdan kutadigan konkret talablar haqidagi turli taklif fikrlarni anglab o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi diniy ulamo Turg'unjon Alovdin apandimning riyosatchiligida boshlangan mazkur suhbat programmasi tunji bo'lib, 10 dekabr Dünya Uyghur Qurultayining yangidan setib olgan markaziy ishxonasida Germaniyadagi vakillari bilan yuzturan holda o'tkazilgan edi. 12 dekabr Turkiya vakillari bilan, 15 dekabr Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya va Daniyani o'z ichiga olgan Skandinaviya davlatlaridagi vakillar bilan, 16 dekabr Qozog'iston vakillari bilan, 17 dekabr Kanada vakillari bilan, 19 dekabr Gollandiya va Belgiya vakillari bilan, 20 dekabr Avstraliya va Yaponiya vakillari bilan, 21 dekabr Angliya, Fransiya va Irlandiya vakillari bilan, 23 dekabr Qirg'iziston vakillari bilan, 24 dekabr Amerika vakillari bilan, 28 dekabr Shvetsariya, Avstriya va Bulgariya vakillari bilan, 29 dekabr bo'lsa O'zbekiston va Rossiya vakillari bilan suhbat o'tkazildi. Vatanimiz Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlangan yuqorqi 20 dan ortiq davlatdagi vakillarimiz bilan o'tkazilgan suhbat yig'inida Qurultayning umumiy xizmatlari haqida doklad bergan Dolqin İsa apandim, garchi xalqarada zo'r davolg'ishlar yuz bergan, bo'libmi dunyo jamoatchiligining asosli diqqat e'tibori Rossiya, Ukraina, bo'libmi Isroiliya Hamas urushiga markazlashgan 2023 yilida Uyg'urlar masalasining yanada xalqaroliq jiddiy masalalarning biri sifatida kun tartibidan o'rin olib kelganligini, bo'libmi hozir ham jiddiy davom qilayotgan Uyg'ur irqi qirg'inchiligi, Uyg'ur majburiy emgak tuzumi, jazo lagerlari tuzumi va Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlarga qartib kelgan chegara halqıgan bostirish siyosati qatorliq masalalarning, shundaqli Xitoyning o'zining jinoiy qilmishlarini yoshirish va Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish uchun boshlagan atalmish Junxo gavdasi o'rtaq ingini barpo qilish, go'zal Xinjiang barpo qilish, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash degandek zaharlik tashviqotlarining yanada dunyo matbuotlarining qiziq temasi bo'lib kelganligini, mayli BDTning umum yig'inida, BDT bexatarlik kengash yig'inida, BDT kishilik huquq oliy kengash yig'inida bo'lsin, G7 yig'inlarida bo'lsin, Yevropa ittifoqi, Yevropa parlamenti va Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining parlamentlarida bo'lsin, Uyg'urlar masalasining ko'p qatim tilga ilinib talash tortish qilinganligini, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasining xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosli muhim kun tartiblarining biri bo'lib kelganligini, bo'libmi Yevropa ittifoqining vakillari Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini bevosita tilga ilib kelganligini, Germaniya qatorliq ba'zi g'arb ellari hukumatlari tarafidan e'lon qilingan yangi Xitoy strategiyasida Uyg'ur masalasining muhim salmoqni egallaganligini, Xitoy hukumatining turli to'sqinliklari va buzg'unchiliklariga qaramasdan Dünya Uyghur Qurultayining Janvada chaqirilgan BDTning turli yig'inlariga bevosita qatnashib, yig'in jarayonida axborot e'lon qilish va guvohlik yig'inlari o'tkazish, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi namoyon qilingan ko'rgazmalarni uyushtirish, namoyish o'rinlashtirish va BDTning turli organlarga Xitoyning jinoiy qilmishlari fosh qilingan maxsus cho'ng hajmli dokladlarni taqdim qilish qatorliq usullarni qo'llanib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasini BDTning kun tartibida davomli tutib turishga g'ayrat ko'rsatganligini, shundaqla BDT yig'inlarida Xitoy vakillari o'miki bilan yuzturan holda tig'ma-tig' kurash ilib borganligini, Dünya Uyghur Qurultayining tashabbusi va tirishchanligi bilan bu yil ichida BDTga a'zo 50 dan ortiq davlatning birlashma imzoliq bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni darhol to'xtatishga chaqirganligini eslatib o'tdi. Dolqin İsa apandim so'zida yana 2023 yilda Uyg'urlarni alohida so'yindirdigan va muhojiratlik tariximizda zo'r hadislarning biri deb qaralgan muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilganligini, bularning biri bo'lsa Qurultayning eng asosli qurg'uchi a'zolarining biri va Qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandimning tashabbusi va uzun yillik tirishchanligi natijasida Kanada liberal parlament a'zosi Samir Zubayri tarafidan parlamentga sunilgan Xitoydan qochib chiqib 3-davlatda yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirini Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasining 2023 yili 1 fevral kuni Kanada parlamentida 0 ga qarshi 322 ovoz bilan ma'qullanganligini,
2024 yılının tunji iyidan başlap mazkur programının Kanada hükümeti tarafından resmi icra qılınışqa başlanğanligini ve 2024 yıl içinde tunji türkümdeki Uygurlarning Kanadaga yetkep kelindiganligini, bu hadisaning Xitoyning turli tehditlarga ve ziyankeşliklarga duchor bo'layotgan Uyg'ur musofirlarga bir davlatning rasmiy yo'sinda ega chiqayotganligining kuchli namoyandasi va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish qilmishlarining davlat sifatida e'tirof qilinishining jonliq o'rnak ekanligini, boshqa g'arb ellarning Kanadaning bu jasur harakatidan o'rnak olishini umid qildiganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur programmaning vujudga chiqishi uchun zo'r fidokorlik ko'rsatgan Mehmet To'xta apandimga va Kanada Sharq Turkiston jamiyatining barliq a'zolariga Uyg'ur xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Dolqin İsa apandим so'zida yana Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilganligining 20 yilligiga so'g'u sifatida Myunxen shahrida qurultay markaz organi uchun ishxona setilish maqsadida Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan 2023 yili 12 mart kuni Myunxen shahrini markaz qilgan holda har qaysi ellarda boshlangan iyani to'plash harakatining muvaffaqiyatli oxirlashganligini, mazkur programma boshlanib yarim yilga yetmagan qisqa vaqt ichida Myunxen shahar markazida 1 million 100 ming yevro qiymatidagi ishxona uyining setilganligini, hozir Myunxendagi Uyg'ur jamoatining yangi ishxonada ta'sis qilingan masjidda va madaniyat markazida ibodat va ijtimoiy faoliyatlarni boshlaganligini, qurultayning mazkur programmasining har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining, siyosiy faoliyatchilarining va har soha zotlarining qizg'in qo'llashiga sazovor bo'lganligini, fidokor qarindoshlarimizning iyani to'plash harakatiga qizg'inlik bilan ovoz qo'shganligini, hatto ba'zi xonim qizlarimizning oltin zebu-zinnatlarini iyon qilganligini, Muşunun özdilla Dünya Uyg'ur qurultayining xalqimizning qalbidagi hurmati, sevgisi va qo'llashining naqadar kuchlik va xalq asosining naqadar cho'nqir ekanligini ko'rishga bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dolqin İsa apandим so'zida yana Dünya Uyg'ur qurultayi, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Xalqaro parlamentarlar birligi, Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentarlar birligi qatorliq o'rinlar tarafidan 2023 yili 10 oyning 30 kunidan 31 kunigacha Yaponiya parlamentida muvaffaqiyatli holda o'tkazilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashishi nomli zo'r tipdagi seminariyaning muhojiratdagi milliy kurash tariximizdagi intayin muhim hodisalarning biri ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni qandoq to'sib qilish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq qilib to'ximi ko'p parlamentlarga qabul qildirish, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish siyosatiga qandoq taqobil turish, Uyg'ur majburiy emkini qandoq to'sib qilish, bu jihatlarda xalqaro organlarni va hukumatlarni qandoq safarbarlik keltirish qatorliq masalalar nuqtaliq muzokara temiz qilingan mazkur tarixiy seminariyaga har qaysi ellardan bo'lib 70 nafardan ortiq parlament a'zosining bevosita kelib qatnashganligini, ba'zi davlat rahbarlarining bevosita ishtirok qilganligini, ushbu seminariya orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Yaponiya va g'arb matbuotlarining muhim temalarining biriga aylanganligini eslatib o'tdi. Dünya Uyg'ur qurultayining 2024 yillik plan programmalari haqida vakillarimizga oldin ma'lumot berib o'tgan Dolqin İsa apandим BDT kishilik huquq kengashining 2024 yili 1 oyning 23 kunidagi yig'inida Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq vaziyatining umumyuzlik ko'zdan kechirilganligini, har 5 yilda bir qatim elib beriladigan mazkur ko'zdan kechirish yig'inining ham Xitoy uchun ham Uyg'urlar uchun intayin muhim ekanligini, Xitoy hukumatining o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash uchun oldimizgi bu yig'inga saxta guvohchilarni o'z ichiga olgan zo'r bir vakillar o'miki bilan qatnashishga hozirlanayotganligini va bu haqdagi tashviqotini xili burunla boshlaganligini, Dunyo Uyg'ur qurultayining bir qancha oy burunla BDT kishilik huquq kengashiga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari dalil isbotlar bilan fosh qilingan cho'ng hajmli doklad taqdim qilganligini, qurultayning yana Xitoyning kishilik huquq xotirasi ko'zdan kechiriladigan kunlarda Janvadagi BDT binosida axborot e'lon qilish va guvohlik yig'ini chaqirdiganligini, BDT binosining oldidagi maydonda namoyish o'tkazadiganligini va 1 oyning 23 kuni yana bu maydonda Xitoyning irqiy qirg'inchilik fosh qilingan rasm ko'rgazmasi uyushtiradiganligini, bu orqali Xitoyning BDT yig'inida ilib bormoqchi bo'lgan ko'z bo'yamchiligini va saxtapazlikini fosh qilishga g'ayrat ko'rsatadiganligini eskartib o'tdi. 2024 yilining bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilganligining 20 yillik ekanligini eslatib o'tgan Dolqin İsa apandим bu munosabat bilan 2024 yili 5 oyning boshlarida Myunxen shahrida qurultayning 20 yilligini tabriklash yig'ini va buningga masalda Uyg'urlar masalasi bo'yicha xalqaro muhokama yig'ini o'tkazadiganligini, 2024 yilining oxirida bo'lsa 8 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi chaqirildiganligini, 2024 yilida yana qurultay tarafidan Xitoyga qarshi boshlagan qonuniy kurashning yanada kuchaytirildiganligini, qurultayning arzi bilan navbatda Angliya, Germaniya,
Argentina qatarlıq dövlətlərinin sotlarida davam qılıb atqan qanuni hərəkətlərinin dairəsinin başqa dövlətlərə mo kengaytirildiganligini, qurultayning yana Uyg'ur davosida muhim boshliqlarning biri hisoblangan Afrika qit'asiga qaratadigan faoliyatlarini va turli tashviqotlarni 2024-yili alayda kuchaytirishni planlayotganligini, uningdan boshqa yana 2024-yilda Uyg'ur davosiga munosabatlik ba'zi keskin tadbirlarning yo'li qo'yildiganligini, qurultay tarafidan buningdan bir qancha yil burun boshlagan Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ikkilik haqidagi zo'r ko'lamli programmaning oxirgi bosqichga qadam qo'yganligini, xalqaro tanilgan chet ellik qonunshunoslar, diplomatlar, advokatlar, Uyg'ur tarixchilar va tadqiqotchilardan tarkib topgan maxsus guruh tarafidan hozirlanayotgan mazkur tadqiqot doklatining 2024-yilda rasmiy e'lon qilinganligini va buningdagi asos maqsadning Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ikkilikdan iborat bu haqiqatning bir qism g'arb ellarining parlamentlar tarafidan rasmiy usulda qabul qilinishini qo'lga keltirish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dolqin Iso apandim so'zining oxirida yana o'zining qurultayga vakolatan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yangi yilini qutlaydiganligini va yangi yilimizda xalqimizga omonlik, milliy mustaqillik kurishimizga yanama yangi muvaffaqiyatlar va utuqlar tilaydiganligini alayda ifoda qilib o'tdi. Har qaysi ellardagi vakillarimiz bilan o'tkazilgan yuqorqi suhbatlarimizga qatnashgan Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandimmi Dolqin Iso apandimning doklatiga qo'shimcha bergan doklatida nuqtali holda 2023-yili Uyg'ur davosining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumotlar berib o'tdi. 2023-yili Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar haqida bir qancha qonun loyihasining o'ttirib qo'yilganligini eslatib o'tgan Ömer Qanat apandim, bularning birining 2023-yili 4-oyning 20-kuni Amerika Davlat Majlisi Kengash palata a'zosi Marko Rubio o'ttirib qo'ygan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi ekanligini, yana birining 2023-yili 25 may kuni Amerika Avam palata a'zosi Amerika Xitoy raqobati alayda komiteti a'zosi Richi Torres tarafidan Amerika Davlat Majlisiga sunilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali taqiqlash qonuni ekanligini, yana birining bo'lsa 2023-yili 18 iyul Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio bilan Avam palata a'zosi Jim Banks tarafidan sunilgan qulluq amgikini qo'llovchilarni jazolash qonun loyihasi ekanligini, bu qonun loyihasining bo'lsa 2022-yili ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunini to'liqlaydigan qonun loyihasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ömer Qanat apandim so'zida yana 2023-yili 12-oyning 11-kuni Amerika Davlat Majlisida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rtaq sohibxonligida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish kuni temasida muhokama yig'ini chaqirilganligini eslatib o'tish bilan birga, mayli Amerika Davlat Majlisida bo'lsin yoki hukumat organlarida bo'lsin, Uyg'urlar masalasining kundan kunga kuchayib berayotganligini, Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunining navbatda nihoyat kuchli ijro qilinayotganligini va bu sababdan Xitoyning iqtisodiy jihatda tortayotgan ziyinning barg'ansir zo'rayayotganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandim Kanada, Angliya, Fransiya, Irlandiya vakillari bilan o'tkazilgan suhbat yig'inlarida qilgan so'zida qurultay vakillariga qo'yilgan eng asosli shart va talablarning birining har qanday yerda qurultayning izzat hurmatini qo'g'dash, qurultayga sodiq va samimiy bo'lish, qurultayning faoliyatlariga boshlamchilik bilan ovoz qo'shish ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga 2021-yili 11-oyning 12 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada chaqirilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayidan buyon qurultay vakillarining mutlaq ko'p qismining yuqorqi prinsiplarga sodiqlik bilan amal qilib kelganligini, qurultayga qarshi ko'tarilgan ta'tir quyunlar sababidan irodasi tavrinib qolgan intayin oz sondagi ba'zi vakillarning qurultaydan uzoqlashtirilganligini, Dunyo Uyg'ur qurultayining bo'lsa intayin kuchli tashkiliy asosga va xalq qo'lishiga ega ekanligini, har qanday kuchli ishki, tashqi hujumlarning qurultayni asla ta'virtalmaydiganligini, qurultayning ham xalqarodagi ham xalqimiz ichidagi vakillik o'rnining barg'ansi kuchayib berayotganligining buning jonliq isbot ekanligini eskartib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlik heyetining Pragda chaqirilgan 7-navbatlik qurultaydan keyinla qurultay rahbarlarining tashkiliy jihatda amal qilishiga tegishli prinsiplar va qurultay vakillarining diqqat qilishiga tegishli prinsiplar haqida maxsus qoida tuzumlarni tuzib, jiddiy ijro qilinishiga kapolatlik qilganligini, tor orqali har oyda bir qatam ijroiya komiteti yig'ini, 2 oyda bir qatam tashkilot rahbarlarining qatnashishida ijroiya komiteti kengaytirilgan yig'ini va har 3 oyda bir qatam qurultay vakillari yig'ini chaqirish tuzumini yo'l qo'yib, qurultay rahbarlarining, qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullarining, shundaqla qurultay vakillarining taklif fikr va tanqidlarini anglashga alohida ahamiyat berganligini, masalalarni kollektiv muzokara qilish, kollektiv qaror ilish
va kollektiv ijro qilish tuzumini odatga aylantirganligini eslatib o'tgan Farhod Yo'rinqash apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan qo'lga keltirilgan natijalarning amaliyotda butun vakillarimizning va qurultayni qo'llayotgan butun xalqimizning o'rtaq natijasi va to'kpisi ekanligini alayda eskartib o'tdi. Qurultay rahbarlarini yoshlashtirish va rahbarlik hay'atidagi xonim-qizlarimizning nisbatini uzluksiz oshirishni asos nishon va tub prinsip qilganligini ta'kidlab o'tgan Farhod Yo'rinqash apandim, oldimizda chaqirilgan 8-navbatlik qurultayda bu prinsipga yanada kuchli amal qildiganligini ifoda qildi. Yuqorqi 20 necha davlat vakillari bilan o'tkazilgan suhbat jarayonida yana qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad apandim vakillarimizning iqtisodiy masalalar haqida so'rgan turli savollarga nihoyat tafsiliy va ochiq javob berish bilan birga qurultay vakillarini o'zlarining eng aqalli majburiyatlarining biri hisoblangan vakillik badalini vaqtida topshirishni, buningdan keyin izchil davomlashtirishni umid qilganligini bildirdi. Qurultay vakillarimi suhbat jarayonida qilgan so'zlarida Qurultay rahbarlik hay'atining xalqaro sahnalarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarga va har qaysi sohalar bo'yicha ilib berayotgan harakatlarga yuqori baho berish bilan birga o'zlarining bundan keyinmi qurultayga bo'lgan qo'llashini izchil holda davomlashtiradiganligini ifoda qilishdi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.